Bemorlarim orasida shunaqa bemorlar borki, Alloh bergan sinovni qabul qilgisi kelmaydi. Shuni o'ylab, siqilib, stress va depressiyaga kirib qoladi. Shunaqa insonlarga oddiy misol tariqasida o'zim misol bo'lib aytib beraman. Davlatda o'zidan 250 milliondan oshiq qarzim bor edi. Hozirgi kunda hisoblab ko'rsam 100 milliondan oshiq qarzim qoldi. Alhamdulillah, sekin-sekin qarzimni uzyapman. Qarzdan tashqari keladigan bo'lsa, bitta gap aytmoqchiman. Bu narsani hech qatda aytmagandim, lekin bugun aytishga qaror qildim. Alloh dard masalasida menga ham sinov bergan, ya'ni menda ham kardiologik operatsiya o'tkazilgan, ya'ni yurak sohamga o'sha kardiostimulyator apparati qo'yilgan. Ya'ni men ham vaqtida sog'lig'imga e'tibor bermaganman va shamollash asorati yurakka ta'sir qilgan. Undan tashqari o'tgan yili mana onamlarni berib qo'ydik. Alloh har safar har xil sinov bilan sinayapti. Alhamdulillah, bu sinovni yengib o'tishga abyazmman. Chunki sababi meni bardoshimdan ortiq Alloh sinov bermaydi. Agar qolgan bemorlarga o'xshab o'ylab siqiladigan bo'lsam, jabrini oilam ko'radi, ota-onam ko'radi va hokazo. O'shaning uchun o'zingizni qo'lga oling. Alloh agar sizni boyagi harakatdan cheklamagan bo'lsa, yotqizib qo'ymagan bo'lsa, turingda harakat qiling. Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi. Ani hal bo'ladigan narsaga ham, hal bo'lmaydigan narsaga ham o'ylab siqilganingiz bilan hech nima o'zgarmaydi. Jabrini o'zingiz ko'rasiz va oila a'zolaringiz ko'radi. O'shaning uchun men sizga ishonaman, siz bu sinovni yengib o'tasiz.